Kuniga bir qatordan Qur'on yodlasa 17 yilda qori bo'ladi. Bir qator xolos yodlasa 17 yilda qori bo'ladi. Agar u 3 qatorga chiqaradigan bo'lsa 13 yilda qori bo'ladi. Agar yarim betga tushiradigan bo'lsa 9 yilda qori bo'ladi. Bir betga tushiradigan bo'lsa 2 yilda qori bo'ladi. Agar 2 bet yodlasa necha oyda qori bo'ladi? 10 oyda qori bo'ladi. O'zimizdan u Qur'onni yodlab olish ham o'zimizdan. Hozir shunaqangi telefonda boshqa joyda qorilar marmutdan bo'layotibdi. Agar o'tkazolmaydigan o'sha aynan topshirishga domla topilmaydigan bo'lsa, yodlab kelsa qancha qorilar bor sizlarimizda. Kuniga 1 soatdan o'qish kifoya. Endi xo'p biz o'qolmaymiz, yosh kattalar aytadi, biz endi yoshimiz qoldi. Yo'q. Alloh taolo aqlni yoshga yoki jismga, zaiflikka boshqa narsaga bog'lamagan. Aql bilaks yosh katta bo'lgandan 40 dan keyin ziyodalashib boradi.